Jiyanlar Boburovning ikkinchi kanaliga xush kelibsizlar. Biz tashlandiq otelga Vyetnamda kiryapmiz. Ishonmayman, hozir ishonmayman. Jiyanlar qaranglar, hozir bezrovov reально tashlandiq. Biz bilmaymiz tashlandiqmi, yo'qmi. Просто ko'rdingiz, svet yonmayapti. Vyetnamda bo'lganimda sразу oxirgi kunda kirmoqchiman. Tushunishinglar uchun ertaga emas, 5 soatdan keyin bizda samolyot. No, men hozir kira olmas, aynan sizlar uchun ikkinchi kanalni kontent qilib berishim uchun. Mana shu почти yiqilayotgan binoga chiqamiz hozir. Jigarlar. Iyantda tashlandiq otel. Ichida akvapark ham bor. Go. Bu meni o'rtog'im Rayan. 10 ga chapga. 10 ga go. Tak, bu yerda nima bo'lish kerak ekan? Voy bilib. Jigarlar. Tashlandiq otelga biz keldik, mehmonxonaga. Jigar, men o'ylayman O'zbekistonda umuman bunaqa Vyetnamda qayerdadir tashlandiq binolarga kirgan odam yo'q. Lekin hozirgina like va obuna bo'lib qo'yinglar. Это просто жестко. Menga qarasanglar, просто tushib ketadigan joyda, mana bu qaranglar. Yupadi brat. Hozir bitta narsadan qo'rqaman, reально, что agar bizani hozir militsiya tutsa, bo'ldi, biz reysimizga qayta olmaymiz. Shonsam biz o'zimiz samolyotimizga ulgurmaymiz, chunki 5 soatdan keyin problema biz qochamiz, просто qochamiz, bo'ldi. Brat, fanarik bilan yuguramiz-mi yo'qmi? Yo'q, men yo'q. Brat, просто yiqib tushamiz agar fanarik. Ощущениyaga. Fanarikni yugurish kerak. Потом plyajga chiqqandan keyin o'chiramiz. Olsa, понял? Gaz. Давай, Boburova. Brat, fanarik. İyi brat. Ham qara. Ровно bizga qarab turibdi mana shu svet. Men o'ylayman, tursa mana shu svet bo'lganiga kimdir bu yerda bor. Не знаю, lekin mana shunaqa xavfli kontentlar ishlar uchun qilyapman. O'zi meni asosiy kanalimda 24 soat qilmayapman umuman. Chunki уже katta kanal, katta proyekt qilishga, ikkinchi kanalga gaz dela играть. Reально tashlangan binolar. Tashlangan mehmonxona. Babur. Свой счет-то бор. Jiyanlar, agar mana shunaqa narsa bo'lsa, bu 100% odam bor, lekin shunga qaramasdan sizlarga kontent qilib beramiz. Давай, играй, братишка, давай! Alesan, jigar, e'tibor berma, lekin bizani ko'rganimizga e'tibor berma, hopmi? Hozirgina senga ishondim, lekin patsan bo'lsa e'tibor berma. Panika qilib ketyapti. Soat 3da Boburova keldi. Jigarlar, mana shu yerda hamma binolar bo'lish kerak, villa bo'lish kerak edi. Lekin mana shu proyekt tashlanib qoldi. Bu umuman stroyka bo'lmayapti. Agar ko'rayotgan bo'lsangiz, mana shu yerda kichkina uycha bor. Bu degani bu yerda kimdir yashayapti, скорее всего. Поэтому biz o'tga o'tmaymiz. Biz uni aylanib, hozir maydonni qaraymiz. Nima bu? Ligush. Teyip koy. Палочка. Uy! Katayım hemen. Ana, topdi. Shu yerga borishimiz kerak biza. Lekin mana bu zdaniyada svet bor. Mana bunda ham svet bor. Biz hozir mana shu zdaniyaga borishimiz kerak, lekin u yerda odamlar bo'lishi mumkin. Cho? Yuguramiz? Qochamizmi? Escho? 100%. Mana sen nima deb o'ylaysan, agar biz ham kimdir topsa, qaysi tomonga qachab qochamiz? Qaysi tomonga? Yo'q. Biz qochmagan bo'lsa,
Menda pul bor. O'zbekskiy pul bor Vyetnamda. Men aytaman, u juda ko'p. To'xta. Men aytaman, o'rtoq, to'xta, u juda ko'p. U aytsa, yo'q, menda bor rossiyskiy pul. Kam, lekin bor. Rubl. Rubl, men aytaman. Ko'p. Unisiga ham yo'q aytsa, menda dollar bor. Kam, $7, lekin bor. Men bunga ham yo'q aytsa, men aytaman. Xo'p, hammasini ol va men dong. Necha pul bilan bor? Sanaymiz 10, 20, 50, 60, 70, 80. 80. Bu bizning pulimizga 40,000 so'm. Xo'p aytadi, gaz bordi. Biza Spokойно o'zi ko'rsatadi, obzor qiladi. Men bu gorkada 7 odam oldi. Va bu nomerda fohishalar yashaydi. Охрана bu emasmi bu? Brat, охрана bu, мне кажется. To'xta. Agar mabodo kimdir bizani so'rasa, sпрос olsa, to biza mana shu yondagi anaqadan, Svandordanmiz. Просто yo'lni topamadik. Переводчик bo'lsanda? Нет, блядь. Mana shu bola internetda chiqdi deb o'tgan. Xato deb bu. Охрана xonasida yozilgan ekan, охранник yo'q. Короче, yerlar bu umuman tashlandiq bino emas. Qanaqadir просто опасный. Odam yo'q, охрана yo'q bino. Lekin bu yerda sveti turibdi, kameralar turibdi. Lekin mana shu katta gorkaga chiqib ko'ramiz hozir. Ishlarda mana bitta bayk turibdi. Bunda yana 10 odam bor. Chunki vyetnamliklar faqat baykda yuradi. Papetlarni orasidan qanaqadir o't qilib o'tib ketishimiz kerak. Yo'qda odam yashayapti 100%. Ishchilar shu yerda yashaydi-da. O'sha qorni og'riyapti, bir polikka chiqib. Burningni ushlab tursang, axsirimizdan. Yo'tga. Gaz. Brat. Yana brat. Короче, bu yerda sklad. Qanaqadir oynaga emas. Птица. O'zish farqi yo'q. Chunki bu yerda просто sklad. Brat, ko'rga chiqish kerak. Gaz. Hozir tez keyin qochdik. Jigarda biz buni qildik. Orqamizda tashlangan attraksion. Bunda vyetnamchada nimadir yozilgan. 2018-yil 5-may kuni yasalgan ekan, bunda yozilgan. Hech kirib ko'ramiz. Saylab ketgan joy. Полностью. Может, bu tashlangan bino. Men bilaman. Historiya bo'yicha bu bino 2018-yilda tashlanib ketgan. Biz ChatGPT'da yozdik. Agar kimgadir qiziq bo'lsa, Google'ga kirib Golden Peak deb yozib ko'rsanglar bo'ladi. Chiqadi, mana shu tashlangan mehmonxona chiqadi. Mana qaranglar. Mana bitta katta bino, bu yerda svet bor. Mana bitta ko'rga, mana shu ko'rga ichiga kiramiz agar nasib qilsa, agar o'xshasa. Biroq qanaqadir ovoz keldi, слышь, bitta ovoz keldi. Mana bitta, короче, uchadigan narsa. Bu tomonga qarab tepaga uchadi bu. Mana qara. Ket.
Zanglab ketgan. Mana bu security. Lekin ishlamayapti. O'xshamaydigan bilmayman, lekin mana shu katta ko'rga chiqib ko'ramiz biz hozir. Просто kameraga tushmadi chunki u payt zapisni to'xtatdik. Kimdir ko'tarilgani keldi ovozi. O'tda garran foiz odam bor. Pastda yana moped turibdi, cho'zsam uni transportda. Biz eng katta ko'rga chiqmaymiz. Chunki hozir chiqsak, kimdir bizani tutib olsa bo'ldi. Mana shu videoni ko'rmaysizlar, cho'zsam. Agar mashinaga chiqsak, может biz qochib ketamiz. Поэтому hozir mashinaga chiqib ko'ramiz, astana ko'ramiz. Dальше suramiz. Sizlarga yoqdi videodagi umiddaman, chunki bunaqa katta hamma ham qilmaydi cho'zlarni. Это katta risk, bizda 5 soatdan keyin reys uchib ketamiz. Делай. Чувамно. Пиздец страшно. Делай. Тезро, бабур, тезро. Давай. Agar bu tomondan odam chiqsa, biz botga yuguramiz. Chapga. Kallamamni qaranglar, просто я в шоке. Nima qilyapmiz biz? Bam ko'rgib. Odam mabdan tepadan pastga tushadi. Aylanib botga chiqadi, pastga ketadi bu tomonga. Biz bu tomondan hozir chiqib ketamiz. İşte hozir kimdir yo'talyapti, bilay. Hozir chiqadi deb. Biz real ko'rganda real ketdimda. Real tashlangan binoda lekin odam bor bu yerda. Biroz orqamdagi manzarani qaranglar. Orqamda ona. Bitta suv kayfi. Biz tashlangan binoda real ko'rganamiz. Odam tushib, hamdan asl qilmaymiz. Короче, bitta suv odamlar mashinaga tushadi ekan, lekin hozir tashlandiq binoda juda tirik suvni ko'rsatamiz. Suvni ko'rsatamiz. Orada интересно. Подписчики тады. Sak. Друзья, mana odam ko'rsa bizani nazar 10 metr, brat. 10 metr. Odam ko'rsa bizani tutsa kim bilir? Meni san deb qo'yadi. Sotaman. Hech kimdan yo'talsan qochaman. San qo'shasan. Artık mochiydim, juda ko'p. Berib bitta narsa mochiydim. Babur, endi. Babur anaga obuna bo'ling. Jiga, просто ishonmaysizlar. Orqamizda ana shu otelni охранник o'tirdi. Mana bu debil
baqirgandan keyin bizga qarab mana shu debil baqirgandan keyin biz yugurdik. Nimadir baqirib ketyapmiz-da. It mana shu hozir men sizga bitta kichkina kadr olishga harakat qildim. Ko'ryapsizlar mana shu охранникning budkasini. Mana shu budkadagi охранник it bilan itni baqirishni boshladi. U chiqdi-da, fonak bilan bizga qaradi. Rangni tortdi tipa yugurgan probежкадamiz deyapti. Yugurib ketdik. Umuman hech narsa degani yo'q. Va biz hozir o'zimiz otelimizga keldik. Shunchalik maksimal xavfli narsa bo'ldi. Men jiddiy baqirdi yo'tda. Prikинь. Kimdir 2 marta yo'taldi. Biz buni eshitdik. Bu esa baqirib yugurib ketyapti. Nima qilding o'sha narsani? Tez chiqdi, brat. Atak yarim soat yuradi, madu. Gaplashdik sanki. Ya men bu kadr zo'r, men bu kadr yomon. Bu kerak. 30 sekund bo'ldi. Endi biz ana otelimizga kiramiz. Hozir savollar bo'lmasa bo'ldi. Bu degani missiya completed. Hammasi chotki degani. Hozir biz otelga kiramiz o'zimizga и videoni tugatamiz. Juda hozir biz o'zimizga mehmonxonaga keldik. Oydi. Lekin oxirgi охранник tutganda bizani просто bu video chiqmasdi, lekin hozircha hammasi zo'rotda. Ikkinchi kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Like bosinglar, biz 100 ming bo'lishimiz kerak. И bunaqa ekstremal kontent uchun, конечно, kommentariyada Boburligini deb yozib qo'yinglar. Va men bilan bu yerda Raymondo Brazil formasida edi. Nadya играть братишка. Короче, ikkalamiz ham terlab ketdik. И yozib qoldiringlar, keyingi 24 soat katta bo'lsin. Hozirgina yozib qo'yinglar. Делай играть братишка, давай.